Ha, qo'shni. Ye. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat, tuzukmisiz? Rahmat. Ha, bayrammi deyman? Yo, kecha xotinimni xafa qilib qo'ydim. O'shanga uzr so'ramoqchiman. Gaplashamiz aka. Sog' bo'ling, chiqing. Xo'p, salomat bo'ling. Yaxshimisan? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Meni kechir. Vau! Hidini shirinligini nima chiroyli? Yoqdimi senga? Yoqdi. Ne yoqmas ekan? Atirgul yaxshi ko'rgan gullarim ichida eng chiroylisi-yu. Shu oddiy gul seni shunchalik xursand qilishini bilmagandim. Shu atirgulni yaproqlaridan chaynab yeb ko'rmaysanmi? G'alati-yu bu. Atirgul yeb bo'lar ekanmi? Achchig'u. Atirgulni o'zi chiroyli. Ifori shirin. Lekin ta'mi achchiq. Oila ham xuddi shunaqa. Oilamizni shirin iforli qilish o'z qo'limizda. Agar bir-birimizni tushunmay, janjal qilaveradigan bo'lsak, shu chiroyli atirgulni achchiqligini bila turib, uni chaynayotganday bo'lamiz. O'shaning uchun bir-birimizni tushunib, atirgulni chiroyidan, iforidan mast bo'lib yaxshi hayot kechiraylik. To'g'ri aytasiz. Juda chiroyli qiyoslash bo'ldi. Bundan buyog'iga atirgulning achchiq tarafiga o'tib ketmasligiga harakat qilaman.